10-misol tebranma harakat qilayotgan jism grafikdan foydalanib 8/3 sekunddagi tezlanish topilsin. Demak, jismda harakat tenglamasini tuzib olishimiz kerak. Buning uchun xo'sh, sinus yoki kosinus farqi demak 0 dan chiqyapti ekan. Demak, sinus qonuniga bo'ysunadi. Bu sinus omega t. Endi to'lqin uzunligini ta'rifi ikki do'nglik orasi, to'g'rimi? Shuni sal pastroqqa tushirsak, demak bu davri 8 sekundligiga kelib chiqadi. Demak, biz bu yerdan omegani topishimiz mumkin. 2 pi taqsim davr formulasidan foydalansak, pi taqsim 8 radian taqsim sekundda uning burchakli tezligini topgan bo'lar ekanmiz. Demak, x teng amplitudamiz 1 ga teng, sinus omegamiz pi taqsim adashib ketdik. 8 ga qo'shsak pi taqsim 4 bo'lar ekan. Pi taqsim 4 ekan. Uzr, pi taqsim 4. T vaqt. Ana. Endi xo'sh, bizdan tezlanish so'ralyapti. Demak, tezlanish topish uchun yo'ldan 2 marta hosil olish kerak. Yoki bo'lmasam tezlikdan 1 marta. Demak, birinchi bo'lib tezlik topaylik. Hosil olsak, sinus pi taqsim 4 t dan hosili pi taqsim 4 oldiga chiqadi. Va bu kosinus pi taqsim 4 t ni beradi. Xo'sh, endi tezlikdan hosili tezlanishi, demak a teng kosinusdan hosili minus pi kvadrat taqsim 16 va sinusdan pi taqsim 4 t. Ana. Bizdan t teng 8/3 sekunddaga deyilgan. Demak, uni o'rniga qo'yapmiz. Minusdan pi kvadrat taqsim 16 ko'paytirilgan sinus pi taqsim 4 va t'imiz 8/3. Xo'sh, 4 bilan bu ketsa 2 qoladi. Demak, bizda paydo bo'lar ekan sinus 2 pi taqsim 3. Bu sinus 120 gradus degani. Sinus 120 gradusda 3 taqsim 2 ga teng. Demak, qiymatimiz minusdan 3 pi kvadrat taqsim 16 kara 2 32. Bunaqa javob bizda. Xo'sh, A javobda bor ekan. O'n birinchi savol. Tenglama bilan garmonik harakat qilayotgan jismning tezlik tenglamasini toping. Demak, tezlik tenglamasi haqida gap ketyapti. Tezlik tenglamasi yo'ldan 1 marta birinchi tartibli hosilaga teng. Demak, bundan sinusdan hosila kosinus oldiga omega chiqadi. Demak, a omega kosinus omega t. Bizda bunaqa javob bor. A javobda bor. 12-chi savol. Tebranish chastotasi 200 Hz bo'lgan jismning tebranish davrini toping. Tebranish chastotasi 200 Hz bo'lgan jismning tebranish davri. Demak, chastota bilan davr bir-biriga teskari proporsional. Davr topmoqchi bo'lsak, 1 taqsim ni olamiz. Demak, 1 taqsim 200. Faqat buni qiymati hozir sekundda chiqadi. Lekin bizda millisekundda so'rayapti. Demak, millisekund bilan sekund mingga farq qilsa, tepaga 1000 ko'payib qoladi. Mahrajda 200. Xo'sh, 1000 ni 200 ga bo'lsak, qiymat 5 millisekundda javob chiqar ekan. Hozir bu yerda javob ikkita bo'lib qolibdi. Demak, bittasining qiymatini 0.5 qilib tursak,
Demak, shunda javobimiz A bo'lib qoladi.